Ekologiya bu shunchaki tanlov emas, balki har birimizning zimmamizdagi kundalik mas'uliyatdir. Mana shu mas'uliyatni to'liq anglagan holda O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Partiyamiz Markaziy kengashi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan O'zbekistonda yashil turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasida ishtirok etdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining 17 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida bir qator muhim qonun loyihalari muhokama qilindi. Dastlab yig'ilishda fraksiya a'zolari tomonidan jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonunga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunchilik taklifi muhokama qilindi. 18 noyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Navoiy viloyat kengashi hamda xalq deputatlari Navbahor tuman kengashi hamkorligida Paxtakor mahalla fuqarolari yig'ini hududida Quyi Zarafshon irrigatsiya tizimlari havzasi boshqarmasiga qarashli Konimex birinchi nasos stansiyasi atrofida ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. 50 sotik yer maydoniga 200 tutdan ziyod mevali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. 19 noyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi tomonidan Green universitetida Eko Intellekt zakovat turniri bo'lib o'tdi. Turnirda 14 ta jamoa o'z bilim va tezkor fikrlash qobiliyatlarini sinab ko'rdi. Bellashuv natijasiga ko'ra 7 jamoa keyingi bosqichga yo'l oldi. Xuddi shu kuni O'zbekiston Respublikasi tasviriy oyna ijodiy uyushmasi hamda O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tashabbusi bilan bir qator hamkor tashkilotlar ishtirokida tadbir o'tkazildi. Ekologik madaniyatni yuksaltirish, yoshlardan tabiatga nisbatan mas'uliyatli bo'lishga chorlash maqsadida tabiatni asrash, insonni vatanni asrash demakdir nomli ko'chma foto va tasviriy san'at asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. 20 noyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati Sevara Fayziy va boshchiligidagi ishchi guruh Yuksalish mahalla fuqarolari yig'ini hududida aholi murojaatlari yuzasidan o'rganish ishlarini olib borishdi. O'rganish davomida Yuksalish mahallasi 17-uy yerto'lasiga suv to'planib qolgani, mazkur muammo bo'yicha aholi tomonidan yo'llangan murojaatlar mas'ullar e'tiboridan chetda qolayotgani, yerto'la bir necha yildan buyon muammo bartaraf etilmayotganligi aytib o'tildi. Mazkur masala yuzasidan tez fursatlarda muammoni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rish, mas'ullarga rasmiy xat va so'rov yuborish deputat tomonidan aytib o'tildi. 21 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasi hamda ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Energetika vazirligining qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish holati to'g'risidagi axborotlari eshitildi. Qashqadaryo viloyatida esa shu kuni viloyat hokimligi va viloyat sport boshqarmasi hamkorligida sog'lom turmush tarzi va musaffo tabiat uzoq umr garovi mavzusida ayollar eko-forumi o'tkazildi. Qadrli kuzatuvchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.